Tramp sabrini yo'qotdimi? AQSh Eron bo'yicha harbiy harakatni boshladi. Si Szinpin Tramp bilan uchrashuvda Yaponiya haqida gap ketganda ovozini balandlatdi. Putin yangi qonunni imzoladi. Rossiya armiyasi endi chet elda ham harakat qilishi mumkinmi? Kiyev uchun eng xavfli ogohlantirish yangradi. Rossiya tizimli hujumlarni boshlayotganini bildirdi. Putin Tojikiston migrantlari bo'yicha yangi qarorni tasdiqladi. Rossiya ishchi kuchsiz qolmoqdami? Quddusda katta o'zgarish tayyorlanyaptimi? AQSh va Isroil Al-Aqsoni tortib olmoqchi. Erkaklar, e'tibor qiling. Agar sizni tez-tez peshob kelishi yoki pastki qorin sohasidagi noqulay og'riqlar bezovta qilayotgan bo'lsa, yechim mavjud. Sedanachi Muxtor milliy brendidan Prastamix. Turkiya an'analari va zamonaviy yondashuv uyg'unligida ishlab chiqilgan. Tarkibida 17 xil shifobaxsh giyohdan iborat kuchli formula jamlangan bo'lib, ISO va halol sertifikatlariga ega. Hoziroq qo'ng'iroq qiling. Prastamixni tanlang. O'zingizga bo'lgan ishonchni qaytaring. Tramp sabrini yo'qotdimi? AQSh Eron bo'yicha harbiy harakatni boshladi. AQSh Eron janubidagi raketa maydonchalari va mina o'rnatishga urinayotgan qayiqlarni nishonga olganini e'lon qildi. Bu haqda BBC xabar berdi. AQSh markaziy qo'mondonligi ma'lumotlariga ko'ra, ushbu zarbalar o'z-o'zini himoya qilish hamda qo'shinlarni Eron kuchlari tahdididan muhofaza qilish maqsadida amalga oshirilgan. Hujumlar Eron harbiy dengiz bazasi joylashgan Bandar Abbos yaqinidagi hududda berilgan. AQSh harbiylari o't ochishni to'xtatish rejimi davrida vazminlikni saqlagan holda o'z kuchlarini himoya qilishda davom etmoqda, dedi CENTCOM matbuot kotibi kapitan Tim Hokins. Eron hukumati Washingtonning so'nggi zarbalariga hali rasman javob qaytarmayapti. Mazkur harbiy amaliyotning ikki davlat o'rtasidagi ehtimoliy tinchlik bitimiga qanday ta'sir ko'rsatishi noma'lum. Zarbalardan so'ng AQSh davlat kotibi Rubio hamon kelishuvga erishish mumkinligini bildirdi. U 26-may kuni Eron tashqi ishlar vaziri hamda Qatar bosh vaziri o'rtasida o'tadigan muzokaralarga ishora qilib, prezident Tramp ham ushbu bitim imzolanishini istayotganini ta'kidladi. Si Szinpin Tramp bilan uchrashuvda Yaponiya haqida gap ketganda ovozini balandlatdi. FT Pekindagi uchrashuvdan xabardor bo'lgan 7 nafar manbaning aytishicha, Si Szinpin Yaponiya bosh vaziri Sanae Takaichini mamlakatni qayta harbiylashtirayotgani uchun keskin tanqid qilgan. Manbalarga ko'ra, Yaponiya muhokama qilinayotganda Xitoy rahbari yanada balandroq va asabiyroq gapira boshlagan. Bu holat AQSh rasmiylarini hayron qoldirgan. Chunki sammitdan oldin xitoylik hamkasblar bilan o'tgan muzokaralarda bu mavzu umuman ko'tarilmagan edi. Bir nechta manbalarning ta'kidlashicha, Xitoy raisining bu holati 2 kunlik yetakchilar sammitining eng keskin qismi bo'lgan. Szinpin Takaichini va Yaponiyaning mudofaa xarajatlarini tanqid qilganida Tramp unga javob qaytargan. AQSh prezidenti Koreya Xalq Demokratik Respublikasi tomonidan ortib borayotgan tahdid tufayli Tokio xavfsizlik masalasida yanada qat'iyroq pozitsiyani egallashi kerakligini aytgan. Xabarda qayd etilishicha, Tramp xuddi shu kontekstda Xitoy nomini tilga olmagani noma'lum. Kyoto agentligining diplomatik manbalariga tayanib xabar berishicha, Szinpin Tramp bilan uchrashuvda Takaichining Yaponiya mudofaasini kuchaytirish istagini neomilitaristik deya atagan. Agentlikning yozishicha, Tramp Si Szinpinga javoban Takaichini maqtagan. Sammitdan keyin 15-may kuni Tramp samolyotdan turib Takaichiga qo'ng'iroq qilgan va AQSh Yaponiya ittifoqi mustahkamligini yana bir bor tasdiqlagan. Putin yangi qonunni imzoladi. Rossiya armiyasi endi chet elda ham harakat qilishi mumkinmi? Hujjat Rossiya Federatsiyasi fuqaroligi to'g'risidagi mudofaa to'g'risidagi qonunlarga o'zgartirishlar kiritdi. Qonunga ko'ra, prezident quyidagi idoralar tomonidan hibsga olingan, ushlangan yoki jinoiy ta'qibga uchragan fuqarolarni himoya qilish uchun Rossiya tashqarisidagi harbiy tuzilmalardan foydalanish huquqiga ega bo'ladi. Rossiya ishtirokisiz qaror chiqargan xorijiy sudlar, vakolati Rossiya bilan tuzilgan xalqaro shartnomaga yoki MMT Xavfsizlik kengashining tegishli rezolyutsiyasiga asoslanmagan xalqaro sud organlari. Qonun nisbatan tezkor qabul qilindi. 2026-yil mart oyida hukumat tomonidan Davlat dumasiga kiritilib, 13-may kuni Davlat dumasi tomonidan 2 va 3-o'qishda qabul qilindi. 20-may kuni Federatsiya kengashi tomonidan ma'qullandi. 25-may kuni prezident tomonidan imzolandi.
Ekspertlarning ta'kidlashicha, amaliyotda NATO mamlakatlarida yoki kuchli xavfsizlik tizimiga ega bo'lgan aksariyat davlatlarda armiyaning haqiqiy jangovar qo'llanilishi ehtimoli juda kam va jiddiy xalqaro mojarolarga olib kelishi mumkin. Qonun ko'proq ramziy va siyosiy huquqiy xarakterga ega. Kiyev uchun eng xavfli ogohlantirish yangradi. Rossiya tizimli hujumlarni boshlayotganini bildirdi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi xorijiy fuqarolar, diplomatik missiyalar hamda xalqaro tashkilotlar vakolatxonalari xodimlariga imkon qadar tezroq Kiyevni tark etishni tavsiya etdi. Vazirlik bayonotida, shuningdek, Ukraina poytaxti aholisi Vladimir Zelenskiy ma'muriyatining harbiy va ma'muriy infratuzilma obyektlariga yaqinlashmaslikka chaqiryapti. Rossiya ma'lumotiga ko'ra, Rossiya qurolli kuchlari Kiyevdagi Ukraina harbiy sanoat majmuasi bilan bog'liq obyektlarga tizimli zarbalar berishni boshlamoqda. Bayonotda NATO mutaxassislari ko'magida foydalanilayotgan uchuvchisiz uchish apparatlarini loyihalash, ishlab chiqish, dasturlash va qo'llashga tayyorlash bilan bog'liq obyektlar nishonga olinishi qayd etilgan. Shuningdek, Rossiya tomoni NATO mutaxassislari dronlar uchun butlovchi qismlarga yetkazib berish, razvedka ma'lumotlarini taqdim etish hamda nishonlarni belgilash bilan shug'ullanayotganini ta'kidlagan. Zarbalar qarorlar qabul qilish markazlari va qo'mondonlik punktlariga ham beriladi, deyiladi Rossiya bayonotida. Vazirlik ushbu obyektlar Kiyevning turli hududlarida joylashganini ma'lum qilgan. Avvalroq Rossiya Starobelskdagi teraktdan so'ng Ukraina harbiy sanoat majmuasi obyektlariga nisbatan tizimli zarbalar berilishi haqida ogohlantirgan. Putin Tojikiston migrantlari bo'yicha yangi qarorni tasdiqladi. Rossiya ishchi kuchsiz qolmoqdami? Rossiya prezidenti Vladimir Putin Tojikiston fuqarolarini mamlakatda ishlash uchun uyushgan holda yollash to'g'risidagi yangilangan bitimni tasdiqladi. Bitimga o'zgartirishlar kiritish haqidagi protokol 2025-yil 9-oktyabr kuni Dushanbe shahrida imzolangan. Hujjat Tojikistondan kelayotgan mehnat migrantlarini har ikki mamlakat hududida Rossiya kasb-hunar dasturlari bo'yicha tayyorlashni ko'zda tutadi. Shuningdek, Rossiyada ishlash istagida bo'lgan Tojikiston fuqarolari o'z vatanida daktiloskopiya, suratga tushish va tibbiy ko'rikdan o'tishi mumkin bo'ladi. Buning uchun Rossiya Dushanbeda Ichki ishlar vazirligi vakolatxonasini va ushbu ishlarni muvofiqlashtiruvchi tashkilotni ishga tushirdi. Ushbu qaror Tojikistondan migrantlarni uyushgan holda olib kelishni rag'batlantirish, ularga munosib qonuniy hamda xavfsiz mehnat sharoitlarini ta'minlashga qaratilgan. Rossiya malakali ishchi kuchiga bo'lgan talabini qondirish maqsadida ham tegishli o'zgartirishlarni qabul qilgan. Putin 2025-yilning kuzida Rossiyada Tojikistonning milliondan ortiq fuqarosi yoki respublika aholisining 10% yashayotgani va ishlayotganini aytgandi. Shu bilan birga Rossiya Xalq xo'jaligi va Davlat dumasi akademiyasi ekspertlari bu raqamni 3 million deb baholamoqda. Putinning ta'kidlashicha, ushbu mamlakatdan kelganlar qurilish, kommunal xo'jalik, transport va logistika sohalariga faol jalb etilib, Rossiya iqtisodiyoti rivojiga salmoqli hissa qo'shmoqda. Biz Tojikiston fuqarolariga munosib mehnat sharoitlari va ijtimoiy himoyani ta'minlashga intilamiz, degan edi u. Quddusda katta o'zgarish tayyorlanyaptimi? AQSh va Isroil Al-Aqsoni tortib olmoqchi. AQSh va Isroil Quddusdagi muqaddas Al-Aqso masjidi majmuasi ustidan Iordaniyaning tarixiy vasiylik huquqini bekor qilish ustida faol ish olib bormoqda. Tomonlar majmuada Isroil manfaatlariga mos keladigan yangi tartib o'rnatishni rejalashtiryapti. Bu haqda bir qancha manbalarga tayanib Middle East nashri xabar berdi. AQSh, Iordaniya, Falastin va Fors ko'rfazi davlatlaridagi manbalarning bildirishicha, buning ortida Trampning kuyovi Kushner hamda AQShning Isroildagi elchisi Hakkabi turibdi. Rejaga ko'ra Iordaniya qo'llab-quvvatlaydigan Islom vaqfi boshqaruvi tugatiladi. Isroil hukumati tomonidan tuziladigan yangi organ esa Al-Aqsoni ko'p dinli markaz deb e'lon qiladi. Anonim qolishni so'ragan rasmiyning aytishicha, bu yahudiylarga musulmonlar ziyoratgohiga teng huquqli kirish imkonini beradi. Shuningdek, u yerda yahudiylarning katta guruh bo'lib ibodat qilishiga rasman ruxsat beriladi. Bundan tashqari, Isroil masjidga imomlar va xatiblarni tayinlashda asosiy so'z huquqiga ega bo'ladi. Juma xutbalarining mazmuni ham Isroil bilan kelishilishi kerak bo'ladi. AQSh rasmiylaridan birining so'zlariga ko'ra, Tramp ma'muriyati Al-Aqsodan musulmonlik qiyofasini olib tashlab, uni 3 ta ibrohimiy din, islom, xristianlik va yahudiylik vakillari keladigan turistik maskanga aylantirmoqchi. Taklifga binoan arab davlatlariga Al-Aqso majmuasini navbatma-navbat nazorat qilish huquqi berilishi mumkin. Ushbu reja bilan Bahrayn, Misr, Marokash
Marakash va Birlashgan Arab Amirliklari tanishtirilgan. Biroq Iordaniyaning yaqin ittifoqchisi bo'lgan Saudiya Arabistoni bu taklifga keskin qarshi chiqqan. Tarixiy va huquqiy maqom Iordaniya hukumat rasmiysi mamlakatning Quddus borasidagi pozitsiyasi qat'iy ekanini va uning vasiylik huquqi xalqaro shartnomalar asosida, jumladan 1994-yildagi Isroil-Iordaniya tinchlik bitimi orqali tan olinganini eslatdi. Al-Aqso 10 yilliklar davomida xalqaro kelishuvga muvofiq faqat islomiy maskan sifatida boshqarib kelingan. 1967-yilgi urushdan keyingi kelishuvga ko'ra ichki ishlarni Islom vaqfi boshqargan, tashqi xavfsizlikni esa Isroil nazorat qilgan. Musulmon bo'lmaganlar ma'lum soatlarda ziyorat qilishi mumkin, ammo ibodat qilishga ruxsat berilmaydi. Yahudiylar bu joyni Ma'bad tog'i deb atashadi. Iordaniya vasiyligi mintaqadagi barqarorlikning asosidir. Uni buzish tinchlik tamoyillarini buzish bilan barobardir, deydi Vaqf kengashi raisi o'rinbosari Mustafo Abu Svay. Falastin va Iordaniya rasmiylariga ko'ra ushbu yangi reja Hebrondagi Ibrohim masjidida qo'llangan usulga o'xshaydi. U yerda 1994-yilgi qirg'indan keyin Isroil majmuaning 63%ni yahudiylarga, 37%ni musulmonlarga ajratib bergan edi. Iordaniya hukumatining AQSh loyihasiga qarshi mintaqadagi davlatlar ko'magiga tayanmoqchi. Saudiya Arabistoni vasiylik huquqining o'zgarishi butun mintaqani keskinlashtirishi mumkinligini yaxshi tushunadi, deyiladi xabarda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.